Tushunmadim. Mastamani guruch qani? Eski shaharda Kindigida 24 ga ishlayotgan osh borligini bilarmidinglar? Eng qizig'i bu joy podvolda joylashganligi odamni hayron qoldiradi. Ikki xil osh yetib o'rganimizda ko'rishingiz mumkin. Bittasi choyxona osh bo'lsa, ikkinchisi o'sha zig'ir oshi. Zig'ir oshimizni 4 porsiyali qilib jonon qilib suzib berishdi. Sizlar o'zi zig'ir oshi qatdan yeysizlar. Bo'tda zig'ir oshini ham bitta yeb ko'ringlar, o'zingizlar xulosa qilasizlar. Kimgadir yoqar zig'ir osh, kimdir choyxona palov shaydosi. To'g'risini aytaymi, zig'ir oshi zo'r desam, choyxona osh undan zo'r ekan. Eski shaharlik Jaydar akalar bormi? Videoni shunaqa akalarga usti kuruliga yuborib qo'yinglar. Bir marta bo'lsa ham kelib, mana shu oshga erishsin. Bitta bunaqa vibe bilan osh ishlashdir, umuman boshqa dunyo. Bu yerda ikki xil oshdan tashqari iliy sho'ri, mastava, marta, mana shunaqa Jaydar shashliklar ham bor ekan. Mastavani guruchsiz olib kelib qo'yishibdi. Hozir aytdim, lekin guruchini qo'shib qaytib olib kelib berishdi lekin. Damashli mastava lekin. Iliy sho'rvani go'shti qanaqa xil bo'lib ketganini o'zingizlar ko'rdinglar. Chorsuda shashliklar o'zi hammasi nomeradin bo'ladi. Xullas, videoga bitta like ayamasdan Chorsuda turadigan yoki Chorsuda ishlaydigan yaqinlarni hammasiga yuborib qo'yinglar. Bir marta bo'lsa ham kelib ovqatlanib ketsanglar bo'ladi.